Assalomu alaykum hurmatli talabalar hamda YouTube platformasi orqali kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan o'tadigan video darsligimiz mavzusi sabzavot ekin turlari, sabzavot ekinlarining kelib chiqish makonlari va ularning o'sish, rivojlanish xususiyatlari. Reja. Birinchi, sabzavot ekinlarining kelib chiqish markazlari. Ikkinchisi, sabzavot ekinlarining o'sish va rivojlanish. Uchinchi rejamiz sabzavot ekinlarini oziq-ovqatga ishlatiladigan organlari bo'yicha. Tayanch iboralar keltirilgan. Sabzavot ekinlarining morfologik, biologik xo'jaliklar belgilari 1, 2 va ko'p yillik genetik, generativ va vegetativ organlar oziq-ovqatga ishlatiladigan sabzavot ekinlarining kelib chiqish markazlari, o'sish va rivojlanish ontogenezning davrlari, fenologik fazalar, chuqur va zaruriy tinim davri, yorug'lik rejimi, suv rejimi, oziqa rejimi demak kirar ekan. Sabzavot ekinlarining kelib chiqish markazlari yer yuzida turli ko'rinishdagi o'simliklarning uzoq tarixiy rivojlanishi davr filogenez deyiladi. Bu davrda har qaysi organizmning o'sish va rivojlanish irsiy o'zgarishlaridagi ongsiz, tabiiy va ongli tanlash natijasida yangi xususiyatlar, organizmlar shakllangan, mustahkamlangan va sayyoraning turli hududlariga ko'pincha odamzod aralashuvi bilan tarqalgan. Bunday o'simliklar, ya'ni ekologik sharoitlarga ma'lum darajada moslashgan va muvofiqlashtirilgan. Natijada yovvoyi o'tmishdoshlardan farqlanuvchi, masalan, yirik hosil, yirik boshli karam, yirik mevali pomidor, qovun, tarvuz, seret, ildiz mevalar kabi lazzatli sabzavotlar yuzaga kelgan. Ko'plab sabzavotlar 2000-4000 yildan buyon yetishtirilmoqda. Shu bilan birga ta'kidlashcha lozimki, tarixiy shakllanish filogenez, Ion avlod qabila, filogeniya tirik organizmlar hamda ular taksonomik guruhlari, olam, tip, bo'lim, sinf, turkum, tarkib, oila, avlod turkumi, urug' va turlarning tarixiy taraqqiyoti. Filogenez termini nemis olimi E. Gekkel tomonidan fanga kiritilgan 1866-yilda biologiyasining filogenez va uning qonuniyatlarini o'rganadigan bo'limi filogenetika deyiladi. Turli xil sharoitlarda hozircha mavjud o'simliklarning biologik xususiyatlarida chuqur iz qoldirgan, masalan, tropikdan tarqalgan itizmdoshlar, qovoqdoshlar hanuz sovuqqa chidamsiz, issiq talabligicha subtropikdan kelib chiqqan turp, sholg'om kabilar aksincha issiqqa, qurg'oqchilikka chidamsizligicha qolib kelmoqda. Nikolay Vavilov o'simliklarning yer sharida tarqalishi, qonuniyatlarni chuqur o'rganishi natijasida sabzavotlarning kelib chiqish makonlari 7 taligini aniqladi. Bunda birinchisi Janubiy Osiyo tropik, Hindiston, Hind-Xitoy, Janubiy tropik Xitoy, Janubiy Sharqiy Osiyo orollari. Bodring, baqlajon, Hindiston salati. Ikkinchisi Sharqiy Osiyo, Markaziy va Sharqiy Xitoy, Koreya, Pekin va Xitoy karami, tur, batum piyozi, ravoch kabilar. Uchinchisi Janubiy G'arbiy Osiyo, Kichik Osiyo, Eron, Afg'oniston, O'rta Osiyo, Shimoliy G'arbiy Hindiston, Kavkaz, qovun, boshli piyoz, sarimsoq, ismaloq, no'xat, sholg'omning ba'zi turlari, petrushka, sabzi, boriya piyozi,
latik salati, qattiq po'stli oshqovoq. 4-inchisi, O'rta Yer dengizi, Yevropa va Afrikaga oid qirg'oqlari, karamning Pekin va Xitoy turlaridan tashqari barcha navlari, lavlagi, sabzi va petrushkaning ba'zi turlari, sholg'om, brikva, sparja salati, shvet, pasternak, shovul, no'xat. 5-inchisi, Abissiniya, shalot, piyoz, xantal, loviya, bamiya. 6-inchisi, Markaziy Amerika, qalampir, makkajo'xori, ziyaruz, olchasimon pomidor, oshqovoq, kartoshka. 7-inchisi, Ant yoki Janubiy Amerika, Peri, Boliviya, Ekvador, Sharqiy Kolumbiya, pomidor, yirik mevali oshqovoq, kartoshka, lima, fasol o'simliklarining ushbu kelib chiqish makonlari ekologiyasining o'rganish, sabzavot ekin turlar xususiyatlarini yaxshi o'zlashtirish va yuqori hosil yetishtirish texnologiyasini to'g'ri tashkil qilish omilidir. Sabzavot ekinlar 14 ta botanik oilaga mansub, 80 ga yaqin turni o'z ichida oladi. Shundan 40 ga yaqin turi O'zbekistonda keng tarqalgan, ekiladi. Ular morfologik, biologik va xo'jalik belgilari bo'yicha keskin farqlanadi. Organizmning osonlashtirish uchun sabzavot ekin turlari muayyan belgilarni o'xshashligiga qarab ma'lum guruhlarga birlashtiradi. Botanik belgilariga ko'ra asosiy sabzavot ekinlar quyidagi oilalarga mansub. 1 yillik va ko'p yillik sabzavotlar ekinlari monokard bo'ladi, ya'ni butun hayotida bir marta gullab meva urug' beradi. Ekinlarga monokard ekinlar deyilar ekan. Ko'p yillik sabzavotlar ekinlar esa polikard bo'ladi, chunki ular gullagach har yili meva urug' beradi. Akademik Nikolay Vavilov o'zining irsiy o'zgaruvchanligida gamologik qatorlar qonuni asosida butun dunyo o'simliklar kolleksiyasini chuqur o'rganish natijasida 1935-yilda madaniy o'simliklarning, shu jumladan sabzavot ekinlarining kelib chiqish va madaniy ekin sifatida shakllanishning markazlari to'g'risidagi ta'limotini yaratdi. Bu ta'limotga ko'ra sabzavot ekinlari 8 ta markazdan kelib chiqqan. Ular quyidagilar: Xitoy markaz, G'arbiy markaz rayonlari, Pekin, Xitoy, karamlar, turk, botin piyoz, ravoj shu markazdan kelib chiqqan. Hindiston, Sharqiy Pokiston, Birma, Bangladesh markazi. Bu markaz bodring, boyimjon, Hind salatining vatanidir. O'rta Osiyo, Afg'oniston, G'arbiy Pokiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston bu markazdan qovun, bosh piyoz, sarimsoq, ismaloq, rediska, sholg'om, sariq sabzi, garoq kelib chiqqan. Oldi Osiyo, Turkiya, Suriya, Eron, Iroq, Isroil, tog'li Turkmaniston, Zakavkaziya, qovun, qattiq po'stli qovoq, petrushka, porya piyoz, salat shu yerdan kelib chiqqan. O'rta Yer dengizi markazi. Bu markazlarda lavlagi, karamning ko'p turlari, karanli sabzi, petrushka, sholg'om, sparja, shvet, pasternak, shovul, garoq vatani hisoblanadi. Habashiston, shalot piyozi, bargli, handal, garoq, bamiya, dukkaklar shu markazdan kelib chiqqan. Meksika va Markaziy Amerika markazi. Bu markazdan qalampir, makkajo'xori, ziyaruz, olchasimon pomidor, muskat qovoq kelib chiqqan. Janubiy Amerika, Peru, Ekvador, Boliviya, bu yerda tomat, yirik
mevali qovoq, kartoshka vatani hisoblanadi. Madaniy o'simliklar kelib chiqish hamda shakllanishning markazlarini birlamchi va ikkilamchiga ajratish Nikolay Vavilovning tomonidan taklif etilgan. Birlamchi markazlar juda qadimiy bo'lib, ikkilamchi markazlar ancha shug'ullanuvchi rayonlar va o'rtasida savdo sotiq ancha keyinroq tashkil topgan. Ularning vujudga kelishi dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi rayonlar o'rtasida savdo sotiq boshqa aloqalarni rivojlantirish bilan bog'liq. Bizlar rejamizning ikkinchi qismiga to'xtaladigan bo'lsak, sabzavot ekinlarining o'sish va rivojlanishi, o'simliklarning ontogenezining, ya'ni shaxsiy hayotining boshidan oxirigacha tashqi sharoitiga bog'liq ravishda o'sish va rivojlanish kechadi. O'sish o'simlikning miqdor jihatda o'zgarishi bilan bog'liq jarayonlar yangi to'qima, hujayra, organlar hosil qiluvchi vazn va miqdori oshadi. Rivojlanish o'simlikning sifat jihatdan o'zgarishi bo'lib, bu uning o'sish nuqtasida kechadi va generativ organlar hosil qilish hamda mevalar bilan tugallanadi. Mevalash bilan tugallanadi. O'simliklarning o'sish va rivojlanishi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi. Masalan, urug'lik uchun saqlanayotgan karamdosh, ildiz mevali, piyoz guldoshlar chuqur sifat o'zgarishlar kechadi. Dalada ekilgach, tez o'sib, poya hosil qiladi. So'ngra gullab meva urug' beradi. Sabzavot ekinlar o'sish va rivojlanish mobaynida ontogenezda 3 ta davr, 10 ta fenologik fazalar o'taydi. 1 yillik sabzavotlar ekinlarida hamma fazalar 1 yilda o'tadi. 2 yillik sabzavot ekinlari 1-yil 5 ta fazani o'taydi. Shundan so'ng tinim davriga kiradi. Kelgusi yil qolgan boshqa fazalarni o'taydi. Demak, 2 yil sabzavot ekinlar tinim davri ham urug'dan ham meva, ildiz meva, karambosh, piyozdoshlar kuzatiladi. Tinim davri qisqartirilib va o'suv davrini tezlashtirish uchun urug'lar suvga yuvitilib qiziriladi va o'stiruvchi moddalar bilan ishlatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.